Assalomu alaykum. 80 metrdamiz. 80 metrda ukamiz Doniyorbek degan ukamiz uyini tayyorlab berdik, xudo xolisa. Bu mehmonxonasi zali. TV zonalar bo'ladi, internet, xolisa Wi-Fi qo'ysa ham bo'ladi. Biralarni ham qo'yib qo'ydik. Chiroyli qilib. Lustra. Kecha qo'limiz ushadi. Lustra 60 kilolik lustra qo'yildi. 500 ta toshi bor ekan. 500 ta toshini ilib tayyorlab 30 tacha lampochka ilindi unga. Lustraga galagenlar Ziyodullo degan ukamizdan oldik. Trikotajni Ziyodullo. Chiroyli narsalar qilib berdi ukamiz. Podzakaz qilindi hammasi. Galagenlar, tochni galagenlar, chiroyli galagenlar qo'ydik. Xudo xolisa. Bu tomoni ko'rinishi. Razvedka kulchatillarni ham oldik. Razvedka kulchatillarimiz Panasonic Mokri deyiladi bizning tilda. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Endi shunga qolgan uylari ham shu asnoda bo'lgani uchun konditsioner mashaqqa ilinadi. Razvedka kulchatir. Har bittasi menga bitta dimoxod ham ochiladigan bo'lyapti. Menga bitta havo almashtirishga konditsionerdan tashqari. Ukajonimiz qulluq bo'lsin. Doniyorbek. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Telegram gruppamiz ham bor, YouTube kanallarimiz bor, Instagramda profillarimiz bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib aytilaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.